Спасибо большое. У меня даже есть поклонники в Греции. Благодарю вас, спасибо большое. Konser berasmi bu yil rosa kutyapman konsertingiz. Yo'q, bu yil emas, keyingi yil. Kim работает ваш муж? Он финансист. Juda samimiy, ochiq ko'ngilsiz. Rahmat. Yaxshi ko'raman, joyingizga omad. Rahmat. O'g'lingizga marketdagi smeslarni bermaysizmi? Yo'q. Hozir уже kam smes yeydi. В основном уже прикорм yeryapti o'g'lim. Faqat kechqurun uxlaganda smes ichadi. Assalomu alaykum. O'zingizmi? Hurmatimcha sizga ijozga omad. Rahmat. Jonginam bitib bering. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Rahmat. Besim charchamayapsizmi? Вы очень классно, спасибо большое. Yoni tug'asizmi? Albatta. Futbol ko'rdingizmi? Da. Munsoxon Halim go'zalsiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zolotaya, спасибо. Onajoningiz haqida gapirib bering. Juda ham farishtali. Onajonim boshqacha. Nima aytib bering? Onajonim yaxshi inson. Shu oilam, farzandim, bolalarim degan ayol ishlaydilar. Murad Buildings kompaniyada 20 yildan ortiq menimcha ishlaydilar o'sha yerda. Qaysi tadbirga ketyapti? Biz futbolga keldik, hozir shu yerda ashula etamiz. Здравствуйте, мы очень уважаю вас. Mana sizlar kursdaman hozir. Biz mana sahna. Biz sahnani orqasidamiz. Bolam faqat sizni jonim bolam ashulaga uxlaydigan bo'lib qolgan. Voy asalimi. Yo'q. U to'g'ri ekan. Qanday bo'lsam? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizga yaxshi ko'raman, rahmat. Mana sizlarni juda yaxshi ko'raman. Дорон, этот Йома подсвечивает этот цвет. Во. Йома нақояма. Ana endi qo'nyapti. Прям yoqasida rahmat. Assalomu alaykum. Вы как всегда блестяще выглядите. Спасибо большое. Rahmat. Mana shu qayerdadir bor edi-ku, yoki yo'qmidi? Yo'q. Mana shu turuvdi qayerdadir. Jonginamdan bitta jonlik. Bojalar guruhi ham chiqadimi, bilmayman. Men sizni yaxshi ko'raman. Juda ham hurmat qilaman. Ijozingizga omad. Alloh nasib etsin. Musulmon yigit bo'lib yursa, inshaalloh aytganingiz kelsin. Yuragingiz juda chiroyli, rahmat. Assalomu alaykum, baxtomad, tark etmasin. Endi siz ham olasizmi? Da bir marta oldim. Nat plus haqida gapirib bering. Tak, Nat plus haqida bir marta oldim. Endi bir marta bir haftada olish kerak ekan. Menga Jasmin podarka qilib jo'natib yuzim boshqacha qanaqadir sverkать qilyapti, lekin boshqa narsa пока sezmadim. Единственное, mana ko'zim yaxshiroq ko'ryapti hozir. Ko'zim qachon chiqasiz xinaga bilmayman. Ko'zim kutyapman. Kimlar boradi konsertga men bilmayman. Meni chaqirishda ichda ashula ichingiz kerak edi. Shuning uchun keldik. Samimiy yo'l rahmat, zirakmi? Biroq qo'lingizdan hadya qiling, opachim. Хородан, салам, сколько. Как звать вашего малыша? Не могу сказать. Приезжайте к нам в Грецию. Всегда мечтала побывать у вас на концерте. Вы прилетайте к нам на мой сольный концерт. Вы без макияжа самая красивая. Спасибо большое. Oka qo'shig'ingizni yaxshi ko'radi qizim. O'zi oka ashulam trendga rosa chiqdi. Bir kunda aldamasam 300 ta 400 ta atmetka olaman-da storiesda. Lekin qo'ya olmayman chunki juda ham ko'p odamlarga asabiga o'ynamasin deb qo'ymayman Instagramimga. Hatta qo'ysam ertalab kechgacha faqat oka bo'ladi storieslarimda. Salom, juda chiroyli, rahmat. So'rovnomani nimaga qildingiz? Kutib
kutib oling va bilasiz nimaga просто to'ldirganlarga javob bermadingiz-ku, kutinglar, javob bo'ladi. Makiyaj rosa yarashibdi, rahmat. Chiroyli ekan, ko'zlab olib, rahmat. Какой сыночек, спасибо, хорошо. Радостный папа прилетел, он теперь с папой. Ему мама не нужна, у него папа есть. Qoraqalpog'istondan salomlar alaykum. Mana shu yerda bo'ladi. Mana biz sahna orqasida o'tiramiz. Juda ham chiroylisiz, rahmat. Hey, aka, sizga bay-bay bo'pti, paka. Avatar kanalida eng yaxshiroq rasmingiz ko'p-ku. Sevishni Samarqanddan salom, rahmat. Bizda futbolga keldik. Hozir ashula aytamiz. Kosmetikingizni kim qiladi, opa? Kosmetika chiqazadigan kosmetikami Koreyadagi odamlar qiladi. Eringiz uchun musiqa qo'yishingizni kutayim. Men biz dushmanlarni qo'ydirgan bir. Xo'p, qanaqa? Erim xo'jayinimga ashula bag'ishlaymi? Shuni so'rasizlarmi? Tushunmadim savolni. Shoirdan sizga she'r bor. Voy jo'natinglar, she'r kerak. She'r yozadigan insonlar kerak. Kim zo'r she'r yozsa yaxshi bo'lardi. Shu bema'ni bo'lib ketdi. Ma'nosiz qanaqadir she'rlar yozyapti oxirgi payt odamlar. Ziragingiz og'irmasmi? Yo'q. Nisba futbol haqida fikringiz? Zo'r. Aro. Shunaqa. Aromi shu? Suvmasmi bu? Farzandingiz mani farzandim bilan bir kunda tug'ilganman. 9 yilda farzandli bo'lganman. Yo'q ey. Zo'r-ku. Men turmushga chiqdim yarim yildan keyin. Homilador bo'ldim, alhamdulillah. Rosa samimiysiz, rahmat. Stilist Kamoliddin ham sizni kosmetikangizdan foydalanadimi? Da, mani kosmetikam o'zim bilan olib kelaman. O'sha kosmetika bo'yicha bet qilamiz. Lekin bugun men Kamolda bo'lmadim. Bugun boshqa qizda makiyaj qildim, rosa yoqdi. Lekin u qizim reklama qilmayman. Chunki kimni reklama qilsam, undan keyin butun show biznes o'sha yerga borib olib, olishadi. O'shalar bilan ishlashadi. Lekin biz hammamiz bir xil bo'lamiz. Lekin nimadir kiyaman, undan keyin hamma shu stilga o'tirib oladi. San'atkorlar. Shu uchun charchadim, to'g'risi. Hamma uchun ishlashga. Здравствуйте, Мунисипа, вы знаете модель Мадины Исмаилова? Нет, не знаю. Здравствуйте, bir kunda qancha suv ichasiz? 3 litr ichaman bir kunda. Xorazmdan Munisa Janji Farishta juda ham shirin bo'lgan kostyumingiz, rahmat. 43-maktabda o'qiganmisiz? Da, o'qiganman. Nega sizda kibr yo'q? Chunki menga yarashmaydi, hech kimga yarashmaydi. Ey, aka deb aytgan qo'shiqingiz ma'noli sizningcha? Конечно. Ey, aka! Sizga bay-bay bo'pti, paka. O'ris kelin bo'lib o'ynagan kinoingizni ko'rdim yaqinda, zo'r kino. Da, salom Natasha, rosa zo'r kino. Necha yoshdasiz? 39 ga kiraman oktyabrda. 3 litr suv ochishni bermaydimi? Yo'q. Qo'shiqingiz juda chiroyli bo'libdi, rahmat. Qoshingiz, rahmat. Siz aktrisalar ichida men uchun eng idealsiz. Doim odamlarga kayfiyat ulashasiz, rahmat. Rahmat. Qaysidan keyin kuylaysiz, kutib o'tiribman, shunday ayting. Bilmayman, qachon chaqirsa o'shanda. Assalomu alaykum, jon sog'lik, yaxshiman, rahmat. Jasmina qo'shiqchini ikkita ashulasi bor. Qanaqa konsert beradi? Voy, nimaga ikkita qo'shiq bor? Juda ko'p qo'shiqlari.
Men rosa hurmat qilaman o'sha qizni. Хорошего вечера вам, здоровья вам и вашей семье. Спасибо вам тоже. Ирис O'zbekistonga keldilarmi? Da. Sho'ttalar eng zo'r siz Munisa. Va eng zo'r chiqibdi rashqlida. Rahmat. Qaranglar do'stlar, ko'pchilik shu narsani, shu savolni berishyapti menga-da, vaynlar to'g'risida. Demak, sizlar bilasizlar, men ijodimni aktrisa sifatida boshlaganman. Shu uchun shunaqa qarorga keldim. Demak, men bloger yo'nalishini, aktrisalikni va xonandalikni bittada 2 marta, короче, ikkita yo'nalishni tanlaganman va shu yo'nalishlarda endi ijod qilaman, xudo xolasa. Shu uchun endi qo'llab-quvvatlaysizlar va bizning videolarimizga like qo'yasizlar va maza qilib ko'rsanglar, sizlarning kayfiyatinglarni ko'tarsak, biz albatta xursand bo'lamiz. Kibri yo'q ekan, opa, rahmat. Yevropada ham konsert bering, xo'p bo'ladi. Shahrizodkim, xo'p. Tug'ilgan kuningiz oktyabrda nechisiz? 21-oktyabr tug'ilgan kunim. Vayn dahshat, rahmat. Otasin olmagan kim bor? Onasin olmagan kim bor deb, Bobur akam bilan. Rosa zo'r. O'zim kulib o'ynadim, ishonasizlar shu vaynlarda. Sizlarga yoqqan bo'lsa, demak bizni ko'proq shunaqa yo'nalishda vaynlar sizlar uchun olamiz, xudo xolasa. Siz tabiiy ham go'zal ekansiz, doim sizni ko'rib boraman. Rahmat. Men bu ishlashga omad, har doim shundan go'zal bo'lib yuring. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Juda samimiysiz, hurmatim baland sizga. Rahmat. Birinchi bo'ling siz. Xo'p. Sizni juda hurmat qilib kuzataman. O'g'lingiz necha oylik? Mani o'g'lim 24-da 7 oyga to'ladi. Ozgina kosmetika brend Koreyada ochildimi? Sentyabrda xudo xolasa sizlarga taqdim etaman. Sizni juda jiddiy deb o'ylagandim. Aman esa ishlaringizga omad. Maza qilib kuldik, rahmat. Bolam, o'g'lingiz tengi duo qiling. Tangandan salom. Siz nomer 1 siz, rahmat. Konsert qachon berasiz? Xudo xolasa keyingi yil. Oldin sizni juda qo'pol deb o'ylardim va shunaqa ko'rinardingiz. Bolali bo'lganingizdan keyin ko'rsam yaxshi bo'lib qolganingizni sezdim. Mashalloh, o'zgarmang, rahmat. Zo'rtavada kimlar kuylayapti o'zi? Bilmayman, sindirgan statuetka nima bo'ldi? O'shani xo'jayinim hozir paqqa ko'rmadilar, ahamiyat bermayaptilar. Firuza opam uydagi opajonimiz uyimizda yashaydilar, bizga qaraydilar. Parod qilib qo'ydilar, lekin yomon. She'r bor. She'rlar zo'r, she'rlar bo'lsa menga jo'natinglar dayraydan. Assalomu alaykum, futbol ko'rdingizmi? Bittasi tushib qoldimmi? Kariman to'y qachon bilmayman. Kuyov bola bormi bizda, bilmabman. To'yimga aytsam kelasizmi? Tekinga albatta kelamiz, kerak bo'lsa. Farzandiz Komilni ko'ring, rahmat. Opa bolangizni ismi? Opa, sizni juda ko'p kuzataman, hayotda ko'rgim keladi. Ko'rmaganmisiz? Xorazmda haqida fikringiz Munisa Rizayeva, One Love. Xorazmdagi muxlislarimizga Nozima kosmetologga borasizmi? Yo'q. O'g'lingizga ismingiz berasizmi? Dam. Amerikaga qachon kelasiz? Lekin zo'r bloger bo'lib ketdingiz, rahmat. Qizlar tursa shiraydigan qizlarni yaxshi ko'rishadi. Хорошо. Kelishdik. Bardovu yarasharkan sizga, rahmat. Suvam qolmabdi, davron. Qancha? Qatta? Bo'l, ko'rdim. Rahmat. O'zbekistonda bugun bayramda Konsta bilan yana duet kutamiz. Xo'p, bo'ladi, rahmat. Futbol ko'rdingizmi? Yutdik-da, kutdim. Biz futbolga keldik, hozir shu yerda ishlayapmiz.
sahna ortida o'tiraman mashinada. Oldingidan ancha o'zgardingiz, bitta farzandli bo'lib. Asal qolgan narsani bo'lishga chiroysiz, rahmat. Biz sizni juda ham oddiy, men bilan ham vang qiling, opa. Men ham televizorga chiqish orzuyim. Yetmadimi shunga o'xshagan qo'shiq? Yetmadimi shunga o'xshagan qo'shiqlar chiqaylik. Xo'p, Bobur bilan ko'proq qiziqchiroq chiqyapti vanglar. Xo'p, bo'ladi, Bobur bilan olamiz. Opa, to'ylarga tekanga chiqasizmi? Sharoit yo'q, oilali bo'lsa. Haqiqatdan sharoit yo'q, oilali bo'lsa va bizning vaqtimiz bor bo'lsa, biz kelamiz albatta. To'ku restoranda ko'rganman sizni. Men esingizda